Good day. How are you? I hope you are well. So let's start our new lesson. It's adverb. Bugungi yangi mavzumiz ravish mavzusi. Ravish mavzusiga o'tishdan oldin bir sifat nima haqdaligini eslab olsak, juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Oldingi videolarimda sifat haqida ma'lumot berib o'tgan edim. Xo'sh, sifat nima edi? Sifat, to'g'ri topdingiz, otni ta'riflab keluvchi so'z turkumidir. Ravish esa fe'lni ifodalab keluvchi so'z turkumi. Ravish faqatgina fe'lni emas, balkim ravishni, sifatni ham ifodalab kelishi mumkin. Ravishlar bizlarga ko'proq ma'lumot beradi, maxsus ma'lumotlarni beradi. Ya'ni qoidaga qarasangiz, adverbs can provide more specific information on time, place, method, frequency and others. Demak, vaqt haqida, joy haqida, usul haqida va boshqalar haqida ma'lumot beradi, ko'proq ma'lumot beradi. Bundan kelib chiqib bilsak bo'ladiki, ravishning ham ko'plab turlari bor. Sizga videoning o'ng tomoniga qarasangiz, 9 ta turini berib qo'ygan. Bu 9 ta turidan asosan o'rganiladigan qismlari adverbs of manner, holat ravishlari, adverbs of time, payt ravishlari, adverbs of frequency. Bu ham payt ravishi, lekin bir-biridan farq qiladi. Adverbs of manner, boya aytib o'tdim, holat ravishi. Adverbs of place, o'rin, joy kabi ravish turlari ko'proq o'rganiladi. Xo'p, adverbs of manner ravishini ko'rib ketamiz. Adverbs of manner, demak, holat ravishlari nima? Holat ravishlari ish harakatni qay holatda bajarganingizni ifodalab keluvchi ravishdir. Bu ravishlarni sifatga ly qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilamiz. Lekin har qanday sifatga ham ly qo'shimchasini qo'shib ravish hosil qilib bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, loud sizga berib qo'yilgan. Loud baland, loudly bu ham baland degani. Unutmangki, agar siz sifatga ly qo'shimchasini qo'shib ravish hosil qilayotganingizda so'zlarning tarjimasi bir xil bo'lishi kerak. Ko'p holatda yoki mazmunan bir-biriga yaqin bo'lishi kerak. Agarda siz ly qo'shimchasini qo'shib butkul boshqa so'zni hosil qiladigan bo'lsangiz, ya'ni tarjimasi o'zgarib ketsa, unda bu so'z aynan o'sha berilgan sifatning ravish shakli deyilmaydi. Shunday so'zlarimiz borki, sifatda ham, ravishda ham bir xil ko'rinishga ega bo'lgan so'zlar va bularga ly qo'shsak, boshqa mazmunni bildiradi yoki ba'zan umuman qo'sha olmaymiz. Bu so'zlar videoni pastda berilgan hard, fast, late, easy, little. Bular ravishda ham, sifatda ham bir xil ko'rinishga ega. Hard qiyin degani yoki qattiq degani. This work is very hard. Bu ish juda qiyin ekan. Qiyin degan tarjimani. Xo'p, he works hard. U qattiq ishladi. Mana ishlashga nisbatan ta'rif berilyapti. Endi aynan shu so'zga ly qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin, lekin mazmun o'zgaradi. Zo'rg'a degan tarjimani beradi. He said hardly, u zo'rg'a o'tirdi. Mazmun o'zgaryapti. Late so'zi ham xuddi shunday. Agar ly qo'shsak, mazmun o'zgaradi. Late, kech qolmoq degan tarjimani bildiradi. Lately esa so'nggi kunlarda deb tarjima qilinadi. Navbatdagi ravish turimiz adverbs of time. Vaqt ravishlari. Bu asosan zamonlarni signal so'zlari o'rganiladi. Aynan alohida mavzu qilib o'rganilmaydi deyarli. Bu ravish turlarimiz asosan mana berilgan gapni boshida, oxirida yoki o'rtasida keladi. Adverbs of place, o'rin-joy ravishlari. O'rin-joy ravishlari ham gapni oxirida yoki boshida keladi. Here, there, everywhere va boshqalar. Adverbs of quantity, daraja miqdor ravishlari. Bu ravishlarimiz ravishni miqdorini bildirishi mumkin, darajasini yoki
sifatni darajasini bildirishi mumkin. Misol uchun to. Demak, he worked too hard. U juda qattiq ishladi. Mana ravishni bildirib kelyapti. Today is too hot. Bugun juda issiq deyapti. Mana sifatni ifodalashi. Bundan tashqari sizda savol tug'ilishi mumkin. Biz sifatlarni darajaladik. Ravishda ham shu qoida bormi degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta, ravishni ham darajalay olamiz. Lekin hammasini emas, faqatgina adverbs of manner, ya'ni holat ravishlarini darajalash xususiyatiga egamiz. Sifatlardek aynan ravish darajalanadi, ya'ni komparativni hosil qilganda asosan more, superlativni hosil qilganda the most so'zlardan foydalanamiz. Chunki ly qo'shimchasini qo'shish orqali berilgan so'zimiz yanada ko'p bo'g'inlarga aylanadi. Shuning uchun ham es qo'shimchalaridan foydalanmaymiz, deyarli foydalanmaymiz. Yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, esingizdan chiqmasin, har qanday ly bilan tugagan so'zni ko'rsangiz, buni ravish deb o'ylamang. Ly bilan tugaydigan sifatlar ham mavjud. Bular misol uchun friendly, lovely, lonely kabi so'zlardir. Aynan bu so'zlarni, ya'ni friendly, lovely, lonely so'zlarni ravishga qanday aylantiramiz, qanday o'zgartiramiz? Bu so'zlardan keyin way yoki manner so'zini qo'shsak, ravishga aylanadi. For example, Barbara is a friendly girl. Barbara do'stona qiz. Xo'p, bu yerda sifat. Barbara speaks friendly way to me. Bunda ravish bo'lyapti. U menga do'stona holatda gapiradi. Bu yerda ravish bo'lyapti. Mana bu sizda hozirgi ko'rinishimiz videoda sifatning emas, balki ravishning turlariga oid so'zlari va so'roq olmoshlari berilgan. How, manner ni bildiradi. Where, place, when, time, how much, quantity, how often, frequency ni bildiradi. O'ylaymanki, bugungi mavzumiz juda ham foydali bo'ldi. And I hope you will write down this information. So use this information in your knowledge and improve your knowledge. Thank you for your attention.